Chilonzordan kunduzi chirog'i yoqib, bir sotig'ini 22 ming dollarga hayotda topa olmaysizlar. Manzilimizni qaranglar, aka, yo'lli, yuzi, nejiloyga juda ham zo'r variantda bemalol molxonasi bor, bemalol 6 ta xonasi, maza qilib yashaydigan. Shunda Chilonzor bozori to'g'risidan, shunda chapga chiqsanglar Chilonzor bozorimizda, mahallamiz okalar hammasi premium klass. Joyimizda 906 sotib sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman. Ishlab chiqarish uchun sharoitlari, hamma shart-sharoitlarni qilib qo'ysanglar, maza qilib ishlatadigan joy. Nejiloy qilib olsanglar, maza qilib ishlatasizlar okalar, hamma shart-sharoitlari bor. Kelamiz okalar, tapchanni zona. Bu yoq tarafimizda 4 ta xonamiz bor. O'rtancha remont varianti, bemalol maza qilib yashaydigan joy. Bu yog'imizda 2 ta xonasi bor. Bu yog'imizda zal, bu yog'imizda detskiy, spalnimiz joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizdagi okalar bemalol hosildorchilik qilib foydalansanglar, maza qilib ishlatadigan joy. Bu yog'imizda oshxonamiz joylashgan, sanuzelimiz, molxona uchun joy qilib qo'ygan, yem saqlash uchun joyimizni ko'rsatib beraman okalar. Bemalol ko'rib o'tishlar mumkin. 50 ta molga joy qilingan. Bu yoqda bemalol yemini yig'ib qo'ysanglar, juda ham zo'r variantda bo'ladi. Bu yog'imizda umumiy ko'chaga sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda molxonamizda letniy bo'ladi. Tepasiga yemlarni yig'ib qo'ysanglar, juda ham zo'r variantda bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor. Endi sizlarga molxonamizni bitta kirib ko'rsatib beraman okalar. Kelamiz okalar, maza qilib soqqani qilib yuboradigan joy. Bu yog'imizga okalar xohlasanglar tovuqxona qilib qo'ysanglar, juda ham zo'r variantda bo'ladi. Bu yog'imizni ko'rishinglar mumkin. Okalar, molxonamizda umumiy 50 ta molga joyimiz bor ekan, hamma shart-sharoitlari bor. Mahallamizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyada umuman muammosiz. Shu ko'rib o'tgan joyimizni okalar sizlarga bir sotig'ini 22 ming dollardan berib yuboramiz. Umuman bunaqa narxda topa olmaysizlar okalar. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.